Ilhom aka, implant qo'ydirgandan keyin nimalar qilish mumkin va nimalar qilish mumkin emas? Ichimliklarni turbuchka bilan ichish. Birinchi, ikkinchi kunda mumkin emas. Chunki og'iz ichida paydo bo'ladigan manfiy bosim implant atrofidagi bitishni boshlayotgan qon laxtasini joyidan ko'chirib yuboradi va yara ochiq qoladi. Bunday holatda esa infeksiya tushish xavfi ortadi va suyak bitishi to'xtashi mumkin. Buning o'rniga esa oddiy stakandan sekin va ho'plab ichishingizni tavsiya beramiz. Qattiq tupurish. Mumkin emas, chunki bu og'iz ichida kuchli salbiy bosim hosil qiladi. Implant qo'yilgandan keyin choklar ostida jarohatning bitishini ta'minlaydigan va u yerni himoya qiladigan qon laxtasi hosil bo'ladi. Kuchli tupurganingizda paydo bo'ladigan o'sha vakuum bu himoya laxtasini joyidan ko'chirib yuborishi mumkin. Laxta ko'chgani sababli yara ochiq qoladi va to'xtash qiyin bo'lgan kuchli qon ketishlari yuzaga kelishi mumkin. Tishlarni cho'tkalash. Bu mumkin. Ko'p odamlar implant qildirgandan keyin tishimni cho'tkalamasligim kerak, chunki cho'tkalasam u yerdagi tikish iplari uzilib ketadi va yara ochilib ketadi deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. Aksincha, bemor tish tozalashni implant qildirgandan keyingi kunda implant qilingan joyga tekkizmaslik sharti bilan boshlash kerak. Agar tishlar tozalanmasa, bakteriyalar yig'ilib, yangi ochilgan implant yarasiga yopishib oladi va bir muddatdan keyin implant tushishiga sababchi bo'ladi. Implant qo'yilgan joyning iplari yechilgandan keyin albatta cho'tka bilan yuvishingiz kerak. Sigaret chekish. Oddiy sigaretlar ham, elektron sigaretlar ham umuman mumkin emas. Implant tushib ketishining eng katta sababi bu nikotindir. Chunki nikotin qon tomirlarini kichraytiradi va buning natijasida tomirlar yara joyiga qon, kislorod va immun hujayralarni olib kela olmaydi. Buning natijasida implant suyakka bitmaydi va tushib ketishi mumkin. MRTga tushish. MRTga tushish mumkin. Ko'pchilik odam tishlarida implant bo'lgani tufayli MRTga kirishdan qo'rqadi. Og'zimda metal implant bor. Agar MRT apparatiga tushsam, u magnit implantimni qo'zg'atib yuboradi deb o'ylashadi. Lekin bu yerda xavotirga umuman o'rin yo'q. Chunki MRT jihozlari faqat ichida temir bo'lgan metallarni o'ziga tortadi. Implantlar esa paramagnit metallardan ishlab chiqariladi va magnit uni torta olmaydi. Ya'ni xavfsiz ravishda bemalol MRTga tushish mumkin. Bu videoni yaqin orada implant qo'ydirmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.